Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman markazida joylashgan tayyor yurib turgan biznesga mo'ljallangan oshxonamiz sotiladi. Tumanimizda tez tibbiy bo'limini, tez yordam bo'limini oldida joylashgan. Kvadratga keladigan bo'lsak 129 kvadrat joyni egallagan joyimiz sotiladi. Sizlarga qisqachagina video obzor qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Albatta tayyor biznes qidirib turgan do'stlaringga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Tayyor yurib turgan, klientlari tayyor bo'lgan tayyor do'konimiz sotiladi. Buni har qanday maqsadsa foydalansalaring bo'ladi. Shu hozirgi holat oshxona sifatida faoliyat yuritilyapti. Bu joyni 24 soat yuradigan qilib oshxona qilib qo'ysalaring ham albatta normalniy summa kelib turadigan holati bor. Ko'plab do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. Sizlarga qisqachagina obzorni boshladik. Mana bu Uchko'prik tumani tez tibbiy yordam bo'limining asosiy kirish joyi va buni ro'parasida Nihol kafesi bo'ladi. Yer maydoni 129 kvadrat bo'ladi. Atrofi aylana joyi bor. Albatta oldiga chiqsa ham bo'ladigan joyda. Mana bu katta asosiy kelish yo'limiz. Shu joyimiz sotiladi. Tayyor biznes kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Asosiy Banisani kirish xotidagi mana tayyor yurib turgan joyimiz. Chegarasi bo'ladi, bu aptekagacha bo'ladi chegarasi. Mana bu tarafda boshlanish chegarasi bu joydan. Fasadimiz ham gideta bir 20 metr oshiqroq fasadimiz. Mana bu tarafda Uchko'prikdagi ona haykalimiz mavjud. Buni har qanday maqsadda foydalansa bo'ladi. Buni oshxona sifatida ham gideta apteka sifatida ham yo'lni oldi ratidagi birinchi xotdagi joy. Mana bu orqa tarafimiz. Orqa tarafimiz ham gideta masjidgacha chegaramiz. Mana bu orqadan o'tish xotimiz bor. Hozirgi kunda milliy taomlar oshxonasi sifatida, ya'ni Nihol kafesi sifatida ish faoliyatini olib bormoqda. Ichkarilarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu joyda savdo joyimiz. Kirish xotimiz. Kirganimizda mijozlar o'tirish uchun chiroyli shinamgina joy qilib qo'yishgan. Polni kameralar bor. Albatta kelishilgan holatda videoda ko'rib turgan barcha narsalaring qoladi. Tayyor biznesni akvariumlargacha qo'yib, chiroyli baliqlarni ham tashlab qo'yishgan. Bu joyda bitta o'tiradigan zalimiz bo'lsa va bu tarafda ham mana bitta o'tiradigan chiroyli shinamgina zalimiz mavjud. Bu tarafda ham chiroylikgina zal va bu joyni hozirgi kunda ombor sifatida foydalanishyapti. Albatta chiroyli Yevro remont uslubida remont qilib, chiroyli qilib qo'yishgan. Bu joy sotuv bo'limimiz va yonida oshxonamiz. Mana bu joyda kameralar joylashgan, sotuv bo'limimiz, kassa joylashgan. Mana bu joyda taomlar tayyorlanadigan xonamiz. Va bu tarafda ro'parada umumiy sanuzelimiz mavjud. Bu joyda idish-tovoqlar yuvadigan joy. Albatta bu joyimiz Uchko'prik tumanidagi barcha joyga 10 joyda joylashgan. Banisa bormi? Bu ro'parada tuman qurilish bo'limi bor va orqa tarafda tuman hokimiyatimiz bor. Ro'parada Asmo supermarket Qo'qon yangi Qo'rg'on yo'lidan gideta ozgina kirganda mana asosiy ro'paramiz polniy do'konlar, oziq-ovqat magazinlar, oshxonalar shu ana birinchi ratida joylashgan. Mana bu oshxonamizning ko'rinishi. Tayyor yurib turgan biznes. Albatta puli bor insonlar olib bu joyni oyiga yoki bir gideta bu joyda oyiga ham emas, albatta kuniga pul kelib turadigan holatda. Mana bu joyimiz. Mana bu joyda tayyor yurib turgan biznes. Albatta puli bor insonlar olib bu joyni oyiga yoki bir gideta bu joyda oyiga ham emas, albatta kuniga pul kelib turadigan holatda. Mana bu joyimiz. Mana bu joyda tayyor yurib turgan biznes. Albatta puli bor insonlar olib bu joyni oyiga yoki bir gideta bu joyda oyiga ham emas, albatta kuniga pul kelib turadigan holatda.
Bu videoni ko'plab do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Balki shunaqa joy topolmay turgan insonlar bo'lishi mumkin. Siz tufayli shunaqa biznesga ega bo'lib qolishliklari mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna va like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.